Energiya almashuvining X, Y, Z bosqichlari uchun ma'lumot aniqlang. Tayyorgarlik bosqich. Ikkinchi bosqich kislorodsiz. Uchinchisi kislorodli bosqich hisoblanadi. A variant Y kislorod ishtirok etmaydi, Y da ishtirok etmaydi. X ATF energiyasi hosil bo'ladi, ATF energiyasi hosil bo'lmaydi. A variant noto'g'ri. B variant Z organik modda sut kislotagacha parchalanadi. Organik modda sut kislotagacha parchalanmaydi, sut kislota parchalanishi kerak. C variant X kraxmal glyukozagacha parchalanadi. To'g'ri. Z da 38 mol ATF emas, 36 mol ATF hosil bo'ladi. Z 1440 kilojol energiya. To'g'ri. Sitoplazmadan kechadi. Yuqori molekulyar moddadan oddiy modda hosil bo'ladi. Javob D variant.